Qo'qonlik kuzatuvchilarimiz bormisizlar? Sizlar uchun shunaqangi zo'r hovli topib qo'ydim. Farg'onadan ataylab o'zim kelib obzor qilmasam bo'lmasdi. Juda ham chiroyli sharoitga ega bo'lgan, Qo'qonda eng qimmat lokatsiyalardan birida joylashgan 3 sotik yer maydoniga ega bo'lgan hovlining obzorini ko'rib chiqamiz. Hozir lokatsiyani tushuntirib o'tay. Videoni boshidan Temir bozorning ko'prigini ustida turibmiz. Ar-Rashid do'konini hammalaring bilasizlar. Aynan shu do'kondan ichkariga 150 metr kirganingizda zo'r hovlining obzorini ko'ramiz. Qani ketdik. Xonadoningizni shundoqqina oldidan soylarda suvlar oqib tursa, yozda rosa salqin bo'lsa kerak, aynan mana shu ortimdagi 3 sotik yer maydoniga ega bo'lgan, salkam 3 sotik yer maydoniga ega bo'lgan kottejning obzorini birgalikda ko'ramiz. Damofonlar qo'yilgan. Parol orqali ham, kalit orqali ham bemalol xonadonning eshigini ochishingiz mumkin. Yana bitta qiziq joyi, uydagilarda ovora qilib telefonda yoki signal cholib darvozani och demisiz. Sovuq kunda o'zingiz eshitib, mashinangizdan tushib, darvozani ochishingiz shart emas. Chunki o'zini darvozani avtomatik ochib yopadigan pult upravleniyasigacha o'rnatib qo'yilgan. Bitta pultni bossangiz darvoza ochilib turadi, kirasiz, o'zi yopiladi. Kirishingiz bilan bitta avtomobil uchun joy qilingan, ko'rishingiz mumkin. Lekin bemalol ikkita avtomobilingiz bo'lsa ham hovlini tashqari qismida yoki bo'lmasam mana bu hovli qismida ham joylashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Fasad ishlarida ozgina kamchilik bor. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli qilib boshlab qo'yishgan edi. Hovli qismida ham brushatka qilib chiroyli ko'rinishga olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda qo'l yuvish uchun joy qilingan. Ko'rishingiz mumkin. O'zini alohida tashqi sanuzeli joylashgan va meni diqqatimni tortgan bitta joyi bor. Bu ushbu yozgi oshxona. Moyka, gaz plitasi, shashlik pishirish uchun mangal qismi va katta qozoni. Xullas, mehmonlaringiz ko'p bo'ladimi yoki o'zingiz yengil shu nima desa bo'ladi. O'choqning qozonida oshiyman desangiz ham xullas hamma sharoit qilib qo'yishibdi. Qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, qizig'i yo'q. Mana bu yerga stol stulni qo'yib qo'yib, maza qilib dam olib ovqatlansangiz bo'ladi. Hovli qismi ham kenggina tashlangan. Endi esa uyning ichiga kirib, bitta ko'ramiz, sharoiti sizni xursand qilib yoqishi aniq. Birinchi qavatimizga ham kirib keldik. O'zi bilasizlarmi, dizaynerskiy loyihada dizaynerda qo'li borligi shundoqqina bilinib turadi. Birma-bir video davomida buni ko'rib olishingiz mumkin. Kirishingiz bilan kengina hol qismi, birinchi qavatimizda oshxona, sanuzel, yotoqxona va mehmonxona joylashgan. Keling, birma-bir bularni ko'rib chiqamiz. Oshxonadan boshlaymiz. Xonadonimizda eng shirin xonasi. Birinchi o'rinda dizaynerning qo'li tekkanligini aynan mana shu joyda patologiyadan ko'rishingiz mumkin. Nestandart narsa, lekin juda ham chiroyli, estetik ko'rinishni berib turibdi. Oshxonamiz ham kengina. Oshxona mebelni pasti to'liqligicha kafel qilingan. Bu tomonda laminat o'rnatilganligini ko'rishingiz mumkin. Darvozaxona tomonga qaragan oyna romlarimiz mavjud va hovli qismiga shu yerning o'zidan chiqib ketishingiz mumkin. Mana. Marhamat, alohida eshiklari qo'yilgan. O'rtaga bitta stol stul qo'yilsa bo'ldi. Xolodilnik o'rnatilgan, katta moyka, gaz plita, mikrovolnovka va pechlarigacha. Xullas, hamma sharoiti tayyor. Mebelda ham o'zi ham yorib qo'yishibdi. Gazni balandligini qaranglar buni. Hamma qulayligi bor. Xo'p, endi keyingi xonaga o'tamiz. Birinchi qavatimizda joylashgan umumiy sanuzel. Kirishingiz bilan rakovina, vanna, osma unitaz, bu yerda tahorat uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Kattalar yotoqxonasi. Yoshi kattalarga, ya'ni ota-onangizga yoki bo'lmasam o'zingizga ko'rib turganingizdek bu yerda komfort holat qilingan. Yotoqxona mebeli, o'zining shkafi, televizori, podsvetkalari, trumosi bor va katta radiator o'rnatilgan. Remont sizga yoqdimi, yo'qmi? Kommentariyada bitta fikringizni yozib qoldiring. Rosa ko'zni charchatmaydigan, eng zamonaviy va yoqimli ranglar tanlangan. Yotoqxona yonida ikkinchi qavatga ko'tarilish zinasi bor. O'zini podsvetkalari ham qilib qo'yilgan. Mana bu yerda esa mehmonxona. Mehmonxonamizda uglovoy mebel qilingan, ham katta televizor, ham kichkina televizor va bu tomonda o'zining shkaflari bor, konditsionerlarigacha
o'rnatib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, issiqlik xonani ta'minlash maqsadida maksimal harakat qilingan, o'lchab uchtadan radiatorlarni o'rnatib qo'yishgan. Mehmonxonada ham ko'chaga chiqish eshigi bor, ya'ni uyning ichiga mehmonlar kirishi shart emas. Shu yerning o'zidan kirib chiqishi mumkin bo'ladi. Birinchi qavatimizdagi so'nggi joy bu zina ostida kotolxona. Yuringlar ko'rsataman. Uyimiz to'liqligicha kotol tizimi, aynan isitish tizimi mana shu yerda o'rnashgan. Verro kompaniyasining 2 pallali gaz qozoni, ya'ni duxovkali kotollari o'rnatilgan. Hamma sharoitlari, kommunikatsiyalari shu yerda. To'g'rimda esa elektr shitlari va boylerlarigacha o'rnatib qo'yishgan. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga chiqishda hayron qoldim. Bu eshik nima uchun qo'yilgan ekan degan fikr paydo bo'lib qoldi. Qiziqaman-ku. Bitta ochib qarasam, narigi mahallaga chiqish joyi. Ya'ni hovlimizda oldi qismi yeri nisbatan pastroq, orqa tomoni balandroq bo'lgani uchun uyning o'rtasidan orqa mahallaga chiqib ketishingiz mumkin ekan. Zo'ra. Ikkinchi qavatimiz asosan yotoqxona uchun ajratilgan, lekin bitta noodatiy xonasi bor, u ham bo'lsa mehmonxona. Keling, ikkinchi qavatdagi mehmonxonadan boshlaymiz obzorni. Bu yerda keng xona, televizor, erkin suhbatlar, maza qilib dam olib, gaplashib o'tirish uchun qilingan xona. Nima uchun unaqa deyapman? Chunki boshqa joyda hech qayerda ko'rmagan narsamni aynan shu yerga qurishibdi. U ham bo'lsa o'zini kichkinagina oshxonasi bor ekan. Qo'yilmisizlar, ya'ni bu yerda ozmoz bu narsa mayda-chuydalarni pishir-kuydir qilib bemalol ovqatlanib o'tirish mumkin. Ikkinchi qavatimizdagi balkon qismiga mehmonxona orqali ham chiqishingiz mumkin. Hovli qismi bemalol ko'rinadi. Va uyning ichiga yana qaytib kiramiz. Hozir zinamizdan chiqib turib o'ng qo'lga burilgan edik. Endi chap tomondagi xonalarni ko'ramiz. Bu yerda birinchi yotoqxonamiz. Ham kattalarga ham farzandlaringizga qilishingiz mumkin. Menimcha farzandingizga moslab bersangiz bo'ladi. Misol, ikkita o'g'il, bitta qiz farzandingiz bo'lsa, aynan ikkita o'g'il uchun zo'r sharoitni bu yerda qilib berishingiz mumkin. Ikkinchi qavatimizdagi umumiy sanuzel joylashgan. Bu yerda unitaz, dushovoy zona uchun joy qilingan, rakovina o'rnatilgan va kir yuvish mashinasi ham aynan shu yerda o'rin olgan. Navbatdagi xonamiz yana bitta bolalar yotoqxonasi yoki bo'lmasam darsxona, ofisxona qilish mumkin bo'lgan zona. Ko'rib turganingizdek kenggina joyi bor. Oldingi xonalarga nisbatan kichkinaroq joy. Aytaylik, ikkita o'g'il farzandingizga narigi xonani qilib bergan bo'lsangiz, buni qiz farzandingiz uchun qilib berishingiz mumkin. Marhamat, sharoitlari zo'r. Bu tomondan ham balkonga chiqish mumkin. Xonadonimizning eng so'nggi xonasi kattalar yotoqxonasi. Mana bu yerga yotoqxona mebeli joylashadi. To'g'risida televizor zona o'rin olgan. Eshik tepasida konditsioner o'rnatilgan. Tabiiy yorug'lik xonadonning ichiga tushish uchun xonani o'lchamidan kelib turib keng oyna qo'yilgan. Mana bu yerda garderobni shkaf uchun joy tashlangan va albatta o'zini sanuzeliga ega. Marhamat. Dushovoy zona, rakovina va unitazlari o'rnatib qo'yilgan.